Assalomu alaykum ekran oldidagi barcha aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Men Uyg'ur onashki muqomat tadqiqotchisi Dr. Elise Anderson, ya'ni nazokat bo'laman. Muqom tadqiqotchisi bo'lish sifatim bilan ham Uyg'urlarga bir qadar to'nib ketgan cho'pon bo'lish sifatim bilan men oldi bilan Yevropa Uyg'ur institutining qurganligini qizg'in tabriklayman. Muborak bo'lsin. Endi maqsadga kelsak, ekran oldidagi do'stlar, sizlarga deydigan bir gapim bor. Biz hammamiz butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlar bilan Uyg'urlarga ko'ngil bo'lgan do'stlar hamkorlashib bu institutni qo'llab-quvvatlaylik. Bu institutni qo'llab-quvvatlasak, Uyg'ur madaniyatining texmo gullanishiga, texmo ro'naq tepishiga tuhfa qo'shgan bo'lamiz. Ha? Qandoq bo'ladi? Qo'llashni unutib qolmanglar do'stlar. Bu hammamizning o'rtaq burchimiz. Rahmat. Xo'sh.